en zor kurashchilarimiz dev aviylar bilan demak, ko'lamda bahodirlar kurashi. İlyas Galimov, Marat Muhammadjanov. Sudyalar aytgancha, ikkisi de 149 kilogram. Bektiz, bekmotor yigitlar, jibar yigitlar, osil yigitlar, Tatarning eng motor yigitlari. Birinchi qolib sanalmaydi. O'rtaga kurashchilar. İlyas Galimov, Tataristonning ot qozongan sportasi ham Rossiyaning sportasi. Endi bugun ismi legendaga aylangan kurashchilarning birisi. İskarto bizden yerler kurulur kurashchiga kurash olmani ko'tarmagan. Marat Muhammadjanov tugan kamidan. Tataristondan sportasi. Markazlari qolib sanalmaydi. O'rtaga kurashchilar. Aksenka, sudyalar. Qizilga ketadi, birinchi ketadi. Qizil sirg'ili kurashchiga beriladi. Распоряжение делал на этом. Birini aldamizdan bana Muhammadjanov. Mukammal sirg'ili kurashchiga. Sevgili abi, İlyas Kastaran'da Şırkan Kulkov girip vermek gereken bir yanları işli varsın. 2 minut vaqtimiz var. Evet. İlyas Tarmashintash olsa bilan 2 gol o'stira, Nari ham Gilzira, 12 ham 4 yoshli qizlar. Marat Muhammadjanov keladi maydonlarda. İlyas Galimov 1976-yilda tug'an, Marat Muhammadjanov 1984-yilda tug'an. Başladı kurashchilar beyladi. 12 yosh ayirma. İkiga bir olda baramizdan Galimov İlyas. Ayırma. Kurash orasida Kurashadi. yoshlar ayirmasi 8 yosh. Başladı. Bal. Tam güzel oldu. Çok yakın yaşına. Bisab Turka bir. Türkler güzel. Kurashgan Türkler. Olda baramizdan Galimov İlyas sirg'ili kurashchi. Almat. 40 minut ketdi. 40 par ham 40 minut. Vaqtlar belgisi. Aybatlar, ana. Başlıyoruz. Yavrada alttan almayın. Burada arkadaşlar.
Алтынғы секундlar. 15 sekund vaqt qoldi. Esa 4-1 Ilyas Karimov foydasidan. Elmen ham Turan Kamil.